Assalomu alaykum aziz do'stlar. Salomatmisizlar? Charchamasdan dehqonchilar bo'lyaptimi? Mana O'zbekistonimizga bahor ifori ham kelib qoldi. Matishnilarga joylar tayyorlanyapti. Mana bu yerlar kuzda haydatilgan edi. Endi hozir bir chizilib, xudo xolasa harakatlar olindi. Narigi tomonimizga уже ekildi mana matishnilar. Kapinishlarga tortib ekib qo'yildi. Matishni zakaz qilganlar aksariyat olib ketishdi ham, yana ozgina qolganlari bor. Bu Kingsbury'larimiz. Xo'sh. Kingsbury. Bular narxlari 3000 so'mdan. Xo'sh. Buni yaponskiy sort deganmiz, aytganmiz o'tgan safar ham. Bu yerda mana tomonlar. Yosubishi bor. Keyin oq qulpnoy bor. Oq qulpnoy mana barglari kichkinaroq bo'ladi. Mana shular oq qulpnoy. Bu narigi Yosubishi sal farq qiladi bargidan. Mana bu gullar arafasida. Gul chiqarib, bu juda gul ko'p chiqaradigan ekan, immuniteti baquvvat. Ekilsa sirasi mevaga kiradi. Endi matchni yemoqchi bo'lsanglar beramiz. Bu o'zi aslida qimmat kelgan narsa, qimmat sotishimiz kerak edi. Endi ko'pchilik so'ragani uchun bunimizni endi hammasi olinadigan bo'lsa 5000 so'mdan beraveramiz. Keyin albionlarimiz bor mana. Albion kecha ham olib ketishdi. Yana 5-10 mingta qoldi shekilli, menimcha bilmadim. Mana tomirlar. Holati yaxshi, zo'r holatda turibdi. Ya Alloh. Mana. Bu qarayman mevasini, bechorani. Shuna holat. Hozir Albion, Kingsbury, keyin Cabrilla bor, yaponskiy bor. So'nganlar boshi F1. Ular o'zimizga ekamiz, endi xudo xolasa bilmadim ortami ortmaydimi. Sababi joyimiz kattalashdi. Shuni bizga o'zimizga mashina ko'proq kerak bo'ladi. Mana bular ham Albion. Shuna holat. Ko'chatlar tepalarini ochib yubordik, o'zi mana salafonlarni olib tashladik. Mayli, tani joyinglar sog' bo'lsin. Nomerlarimizni qoldiramiz. Manzil Andijonda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, olib qolsanglar, xudo xolasa o'zingizlarga ko'paytirib yuborasizlar. Biz ham mana joylar tayyorlab, kasetalarni, kokoslarni tayyorlab boryapmiz, xudo xolasa. Endi kokoslar hali ancha vaqt bor-ku, endi buni mana sarturukka qilib ko'hlamaganlarni bu yoqqa chiqardik. Omadinglar bersin. 2026-yil rejalarini tuzib, Allohdan so'rab harakatni boshlayveramiz. Barchamizga xayrli qilsin.